Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Uyg'ur Nidasi televiziyasi haftalik xabarlari. Men Jaloliddin Sadriddin. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men Xumaray Baxtiyar. Tövəndə diqqətinizlərə sunduğumuz haftalik xalqara xabarlar. Qani diqqətinizlər ekranımızda bo'lsin. Pompeo Amerikadagi xalqarалық tashkilotlarni Xitoyga mablag' ta'minlashdan to'xtashga da'vat qilmoqda. Amerikadagi xalqarалық tashkilotlarni Xitoyga mablag' ta'minlashdan to'xtashga da'vat qilmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 4-dekabr Belgiya poytaxti Bryusselda bayonot e'lon qilib, Xitoy va Eron dunyodagi ko'plagan rayonlarning muqimsizligini keltirib chiqaryotidi deb aybladi va Amerikaning Dunyo bankisi Xalqaro pul fondi tashkilotini Xitoyga yordam berishni to'xtatishga da'vat qilayotganligini bildirdi. O asosli qilib, boshqa davlatlarning Dunyo savdo tashkilotining nizomnomalaridan qalaymaqan foydalanishni cheklash to'g'risida ogohlantirib, Xitoy Dunyo savdo tashkilotining nizomnomalaridagi yutuqlardan foydalanib, bozor cheklamasini kuchaytirib, texnik yo'tkash va aqliy mulk huquqini o'g'irlayotganligini tilga oldi. U barliq davlatlar birlashib, Rossiya bilan Xitoyning dunyo tartibini qammallash g'arizasiga taqobil turish kerakligini bildirib, Amerika va G'arb ellari tirishib, ittifoqlashib, asosli rol o'ynamasak, boshqalar shunday qiladi, dedi. U yana Amerikaning klimat o'zgarishiga doir Parij kelishimidan chekinib chiqadiganligini e'lon qilganligini tushuntirib, bu kelishimning Amerikaga foydali hech qanday moddalari yo'qligini, hozirgi bu kelishim Amerikaliklarning muoshini sumurdiganligini va Xitoyga o'xshash bo'lg'inishni keltirib chiqarg'utini boy qiladiganligini aytdi. Pompeo so'zida Amerikada buningdanmi yaxshi bo'lgan hal qilish chorasini topdik. Biz bunday qilishni yaxshi tadbir deb qaradik. Energiya shirkatlarimizni o'zaro raqobatlashtirish va yangilik yaratishga rag'batlantirish orqali karbon chiqindilarini zo'r darajada tuvallatdik, dedi. Qatar OPEC'dan chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. Qatar OPEC'dan chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar ittifoqi OPEC 1960-yili Bag'dodda qurilib 58 yil o'tgandan keyin Qatar davlati yangi yil 1-oydan boshlab chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. OPEC 1960-yili Iran, Iroq, Kuvayt, Saudiya, Venezuela qatorliq davlatlar tomonidan qurilgan bo'lib, 58 yil mobaynida Qatar, Indoneziya, Liviya, Imorat, Algeriya, Nigeriya, Ekvator, Gabon, Angola, Kongo qatorliq davlatlarga a'zo bo'lgan. Ittifoqning dastlabki markazi Shveysariyaning poytaxti Jenvaga qurilib, 1965-yili Avstriya poytaxti Viennaga yo'tkalgan. 3-dekabr Qatar OPEC'dan chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. Garchi Qatarning kunlik neft ishlab chiqarish miqdori 610 ming bak. Xalqaro neft bahosiga hech qancha ta'sir ko'rsatilmaydigan bo'lsa-mu, yanada OPEC ichida zanjirsimon ta'sir paydo qila oladi. OPEC'dan chekinib chiqish ehtimoli yuqori yana bir davlat bo'lsa, Iroq. Iroq yillardan buyon ichki urush sababli iqtisodiy qiyinchilik tortayotgan bo'lib, u ikkinchi cho'ng neft eksport davlati. Neft Iroq iqtisodining jon tomiri. Navbatda Iroqning kunlik neft ishlab chiqarish miqdori 4,5 million bak. Iroq OPEC belgilab bergan neft eksport qilish normasiga ancha rioya qilib ketmagach, OPEC mo Iroqqa qiyinchilikdan qutulish uchun kengchilik qilgan. Iroq har qanday cheklamaga uchrashni xohlamasligi mumkin. Iroqdan boshqa ichki urushning talofatiga uchirgan Liviya, Nigeriya qatorliq davlatlarmi alohida imtiyozga ega. Navbatda neft ishlab chiqarish miqdorini ozaytirish to'g'risida neft eksport qiladigan davlatlar orasida ixtilof mavjud. OPEC neft ishlab chiqarishni azaytib, neft bahosini o'stirishni xohlaydi. Rossiya bo'lsa neft ishlab chiqarish miqdorini ozroq azaytsa-mu, ko'p miqdorda azaytishni xohlamaydi. Argentinadagi uchrashishda Rossiya bilan Saudiya Arabiston neft ishlab chiqarish miqdorini azaytishga va'dalashdi. Ammo Rossiyaning va'da qilgani OPEC umid qilgandan ko'p yiroq. Amerika bo'lsa neft bahosining o'rlab ketishidan ansiraydi. Trump Saudiya Arabistonni neft ishlab chiqarishni azaytsa, neft bahosi o'rlab Ironga yurgizgan embargoning unumi tövallab ketadiganligi bilan ogohlantirmoqda. Tahlilchilar OPEC ichidagi qalaymaqonchilik xalqaro cho'ng davlatlarning maydonini ko'zda tutib, OPECning kelar yili neft ishlab chiqarishni azaytib, bahoni o'stirish planining suvga chilishadiganligini faraz qilishmoqda. Xitoy BDT guruhining Sharq Turkistonni ziyorat qilishini rad qildi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti guruhining Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishini rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining insoniy huquqi mas'ul yuqori darajalik amaldori Michel Bachelet
Çarşamba günü Birleşken Devletler Teşkilatı İnsani Hukuk İşhanısının Xitayning atalmış Şinjan, Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka Müslüman azsallık milletlerini qamab turayotgan jazo lagerlari haqidagi endişeli haberlerini aniqlash uchun rayonga kirish chorasini izlayotganligini bildirdi. Xitoy ilgari bu haqdagi tanqidlarni inkor qilib, o'zining diniy radikallikqa, zo'ravonlikqa qarshi tadbir ko'rayotganligini aytgan edi. Hafta ilgari Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi agar Amerika inson haqlariga daxl taruz qildi degan bahona bilan muqimsiz Sharqiy Turkiston atalmış Şinjan rayonidagi yuqori darajalik amaldorlarni jazolasa, Xitoy o'xshash nisbatda o'sh oladi. Beijing bu rayonda terrorchilarni qayta tarbiyalayotdi degan edi. Bachilat xonim bizga kelayotgan andishli xabarlarni tekshirish va oydinlashtirish uchun rayonga bevosita kirish huquqiga erishish uchun izlanyapmiz dedi. O'xshash kunda Germaniya Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, Xitoy hukumatı Germaniya kishilik huquq vakillarining Sharqiy Turkiston rayoniga berib, jazo lagerlari haqida tekshirish elib berish talabini rad qilgan. Germaniya Kishilik Huquq Komitetining komissari Barbel Kolfer çarşamba günü söz qilib, Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish talabining aslida yilda bir qatim Lasada o'tkaziladigan Xitoy Germaniya kishilik huquq dialogining bir partisi ekanligini bildirdi. Bu yil bu dialog payshanba va juma 2 kun elib beriladi ekan. Germaniya hukumati izchil turda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi lagerlari va boshqa kishilik huquq dafsandichiliklari to'g'riliq ayblab kelmoqda. Germaniya hukumati o'tgan oyda Janvada o'tkazilgan Xitoyning kishilik huquq xotirasiga qarab chiqish yig'inida Amerika va Fransiya qatorliq davlatlar bilan birdek Xitoyga lagerlarni darhol taqashga chaqiriq qilgan edi. Barbel Kolfer yana Tibetdagi dialogida Germaniya hukumatini Xitoyning kishilik huquq, diniy erkinlik va xalq huquqi qatorliq jihatlarga ko'proq diqqat qilishga chaqirganligini aytdi. Argentina G20 uchrashuvining xulosasi e'lon qilindi. Argentinada G20 davlatlar uchrashuvi xulosasi e'lon qilindi. Argentinada ochilgan G20 davlat liderlar uchrashuvining xulosasi e'lon qilinib, Dunyo savdo tashkilotining isloh qilish, xalqaro qonun tartibga uyg'un shaklda davomlashtirish, Parij iqlim kelishimini aynan yurgizish, har qanday shakldagi terrorlikni kuchlik ayblash qatorliqlar ta'kidlandi. 31 moddadan tarkib topgan xalqaro iqtisodiy munosabatni tanqishda oldi bilan qonunga rioya qilish, Dunyo savdo tashkilotining funksiyasini isloh qilish ta'kidlandi. Bayonot yana Amerikaning Parij iqlim kelishimidan chiqib ketish qaroriga qo'shilganligini va muhitni qo'g'dab butun energiya manbalarini eng foydali shaklda qo'llanganligini ta'kidladi. Biroq Amerika yana Parij kelishimining aynan yurgizilmaganligini ayblab norozilik bildirdi. Bayonotning oxirgi moddasida 2019-yildagi G20 davlatlar uchrashuvining Yaponiyada, 2020-yildagisi bo'lsa Saudiya Arabistonda elib berilganligi bildirildi. Bu qitimqi uchrashuvning qiziq nuqtalaridan biri Trump bilan Xi Jinpingning uchrashuvi hisoblandi. Bu yilning 5-ida savdo urushi boshlanishdan keyin dastlabki qitim ikki davlat boshlig'i bir yerga keldi. İki taraf kelar yili 1 yanvardan boshlab o'stiriladigan bajni vaqtincha keyniga surib 90 kunlik sulhiy muddatini bekitdi. Bu 90 kun ichida Xitoy ikki taraf tashqi savdosidagi tamponsizlikni ta'minlash uchun Amerikadan zo'r miqdorda yezigilik energiya mahsulotlari sotib olishga, Amerika mashinalaridan 40% bajni kechirim qilishga va'da berdi. Xi Jinping yana Xitoydan Amerikaga pochta yo'li orqali opium dorisi fentani sotishni cheklashga va'da berdi. Oqsaroy bayonotiga asoslanganda ikki taraf bu 90 kun ichida davomli suhbat elib berib, aqliy mulk huquqi, texnika o'tkazib berishga majburlash, baj masalasi, internet bexatarligi qatorli qurilma jihatdagi muhim masalalarni muzokara qilish ekan. Agar 90 kun ichida o'rtaq tonishga kelolmasa, Amerika 200 milliard qimmatidagi Xitoy meliga bajni 10% dan 25% ga o'stirganligini bildirgan. Qiziqarli yeri Xitoy taratqullari mamlakat ichida bu uchurlarni qasddan yoshirib, Amerika bilan savdo urushi oyoqlashgandek uchurlarni tarqatgan. Bu kelishim sababli atsi Akasiya bozori baho o'rlash bilan boshlangan. Shundaqla qimmatli metallar sotilishga boshlagan. Trump G20 davlat uchrashuvi asnosida Rossiya davlat boshlig'i Vladimir Putin bilan bo'lgan ko'rishishini va Amerika sobiq prezidenti Jorj Bushning o'limiga ta'ziyasini bildirish uchun ochilmoqchi bo'lgan axborot e'lon qilish yig'inini bekor qildi. İxtiyari muxbirimiz Tumaris xabari. 2018 yılı 11 ayının 30 günü Dünyavi Xalqaralıq Ölüm Cazasını çeklash ve qarşı turuş günü bulup, bu günde dünyanın her qaysı joylarida
bu to'g'riliq yig'ilishlar va uchrashuvlar ilib berildi. Jumladan Norvegiyaning sayohat shaharlaridan biri bo'lgan Kristiansandmi Gunvor Andersen xonim va Kai Erland apandining o'rinlashtirishi bilan xalqaroliq o'lim jazosiga qarshi turish va cheklash yig'ini ochildi. Yig'inga Norvegiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan har soha kishilari va Kristiansanda turishliq Uyg'urlar qatnashdi. Yerlik aktiv faoliyatchilar xalqarada yuz berayotgan echinishlik o'lim jazolari va uningga qanday qarshi turish to'g'risida ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'ydi. O'z navbatida Norvegiyada yashayotgan aktiv faoliyatchi Sirojiddin apandi yig'in mas'uli Gunvor Andersen xonimning taklifi bilan munbarga chiqib, Razil Xitoy kommunistlari tarafidan Sharqiy Turkistonlik begunoh xalq ammasiga berilayotgan nohaq o'lim jazolari va irqiy qirg'inchilik siyosati haqida bayonot berib, 3 milliondan ortiq begunoh xalq ammasi ham ziyolilarning jazo lagerlarida qiyin qistoq va har turli xo'rliqlarga uchrab o'lib ketayotganligi to'g'risida tafsiliy to'xtaldi. Yig'in zali timtaslikqa cho'mib, Sharqiy Turkistondagi begunoh xalq ammasiga hissdashlikqa qo'zg'algan norvegiyalik do'stlarning kirpiklari namdaldi. Sirojiddin apandining so'zi oxirlashgandan keyin FN, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Norvegiyada turishliq mas'uli Gunvor Andersen xonim o'zining bu bayonlarini anglab, intayin azoblanganligini bildirdi. Va siz mushu shaharda yashayotgan bir puhra bo'lish salohiyatingiz bilan mushu kunlarda o'z davlatingizda yuz berayotgan nohaq o'lim jazolari to'g'riliq xabarning bir reallik ekanligini jonliq faktlar bilan isbotlab berdingiz. Biz sizga rahmat aytamiz. Sizlar o'z kechirmishinglar bilan erkin demokratik tuzumdagi Norvegiya xalqini o'yg'otdinglar, dedi. Aktiv faoliyatchi Sirojiddin apandi bilan Gunvor Andersen xonim Sharqiy Turkiston da'vosi yo'lidagi muhim masalalar to'g'riliq uzun suhbatlashdi. Yig'indan keyin tarixiy muzey ziyorat qildirildi. Muzeyda Natsistlar partiyasining kotibishi Gitlerning rayimsizlarcha ilib borgan irqiy qirg'inchilik tarixi va natsist jazo lagerlaridagi qiyin qistoqqa ilingan, o'ldirilgan begunoh xalqning jonliq ko'rinishlari ziyorat qilinib, ularning ruhiga atab gullar hadiya qilindi. Hürmetli görürmenler, vaqt münasebeti bilan bu haftalik xabarlarimiz müşahede axırlaşdı. Ko'ngil qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelar haftalik programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.